Ligimda 5 yoshim atrofida akam va menga tunda xayol yoki tush emas, haqiqiy dahshat tashrif buyurar edi. U doimo xonamiz eshigi oldida paydo bo'lar edi. Xonada eshik yo'q edi. Bu uning kelishini yanada muqarrar qilar edi. Maxluq qop-qora edi, xuddi zulmatdan o'yib olingandek. Noaniq shakli va uzun g'ayrioddiy egri oyoqlari bilan. U 4 ta oyog'ida jimgina harakatlanar, qip-qizil juda ham dahshatli bo'lgan ko'zlari bilan bizga hech qanday maqsadsiz tikilib turar edi. Ba'zan u bir necha daqiqada g'oyib bo'lar, ba'zan esa ertalabgacha turar edi. Biz akam bilan qo'rquvdan qotib qolar va qimirlay olmay qolardik, hatto ota-onamizni ham chaqira olmay qolar edik. Qo'rquvdan tomog'imiz tiqilib, yuragimiz shunday baland urar ediki, xuddi chiqib ketadigandek tuyular edi. Ota-onamiz esa hech qachon u turgan paytda kelishmas edi. Har kecha uy chekkasida maxluq qimirlayotganini his qilib yotardim. Hozir ham u to'liq yo'qolganiga ishonchim komil emas. 15 yoshimda bu dahshat